bugungi obzorim Packers'dan bo'ladi. O'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Kommentda ham sizlarni kutaman javobinglarni. Buni narxini ham sizlarga oldindan aytib o'tib ketaman. Buni narxi ko'rsanglar bo'ladi. 5.500.000 so'm. Ko'ringlar o'zingizlar. Sizlarga yaqinroqdan ko'rsataman. Mana uchlariga ahamiyat berib qo'yinglar uni kvadratniy. Yangi dizayn. Poddoshvalariga alohida e'tibor berib qo'yinglar. Uni bilan poddoshvalarga chiqarilgan. Endi ko'chalarni ortiqcha maqtab o'tirmayman. Bu oyoq kiyim hamma yoqda ko'ringizda eksklyuziv. To'g'risini aytsam, do'konimiz uchun zakaz asosida olib keltirganmiz bu oyoq kiyimni. Buni hamma razmeridan kelgan. 39 dan 43 gacha kelgan. Do'konimizga kelib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Do'konimiz eshigi har doim ochiq. Sizlarni do'konimizda kutib qolaman.